Bir odam o'zi gunoh qilmaydi, lekin bir ichgan odamni ko'rsa, ichidan yomon ko'rmaydi. Baribir aroqni ham foydasi bor. Qonni tozalab turadi deb turaveradi. Mikroblarni o'ldiradi deb o'tiraveradi ichida. Ichidan yomon ko'rmaydigan odamlar bor. Ikkitasi qo'lini ushlab ketsa, ha yoshlar mayli, endi shumlik qilib turadi deb turaveradi. Qanaqa bo'ladi? Yo qo'lman qaytarmasa, yo tilman qaytarmasa, ichidan ham yomon ko'rmaydigan bo'lsa, u ichidan yomon ko'rgani azaful iymon deb. Ichidan bunday yo'q shu turamas bo'lib qoldi buni ish deb ichidan yomon ko'rsa bu eng zaif iymon deb. İçidan yaxshi ko'rsachi desa, innakum idam misluhum. Sizlar o'sha men bir xilsizlar deyapti. Bir odam bir gunoh qilmaydi, lekin o'sha gunoh qilayotgan odamlarga havasman qarab turaveradi. Ichida yomon ko'rish kerak. Ichidan gunohni yomon ko'rish kerak. Musulmon odam ichidan gunohni yomon ko'rish kerak. Hurmatli jamoat.